Perivalda tog'dan qaytishda nima bo'lgan desangiz, tormozga yuqori kuchlama kelgan paytda qizigan sababidan tormoz atkasi qilgan. Mashinada doimo tormoz kalotkasiga yoki ABSlarga yaxshi qaraymiz, lekin 16 yillik mashina bo'lsa, nima deb o'ylaysiz? Necha marta almashtirish kerak deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, salomatmisizlar? Biz servisimizdan mashinalarda moylari haqida, zapchaslari, filtrlari, avtomatik korobkalar haqida va eng muhimi hayotimiz uchun muhim rol o'ynagan, ya'ni hayotimizni bizni mashinamizni va hayotimizni taqdiri uchun katta hissa qo'shadigan tormoz jitkisi, ya'ni tormoz suyuqligi haqida bir qisqacha mana shu mashinada bo'lib o'tgan narsani sizlarga aytib bermoqchimiz. Bu mashinadan tashqari bu hamma qolgan mashinalarga ham aloqasi bo'ladi. Biz umumiy ma'noda sizlarga qisqacha tushuntirishga harakat qilamiz. Albatta, obuna bo'lmasdan ko'rmayotganlar bor ekan, ular ham obuna bo'lib qo'ysa, inshaalloh sizlarga manfaatli videolarimizni davomiy qo'yishga harakat qilamiz. Bugungi servisimizda mashina Captiva 3.2 motor hajmidagi 2010-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Hozir mana 2026-yil aprel. Taxmin qilgan bo'lsangiz agar, menimcha taxmin qilsangiz ham topasiz. Bu mashinani tormoz sistemasi, tormoz kalotkalari doimiy o'z vaqtida qarab kelishgan. Bilasizlar, bu mashinaning orqasi ham, oldisi ham diskiy bo'ladi va to'liq ABS bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni mashina ham o'zi ham kattagina kuzovi va motor hajmi ham, tezligi ham yuqori bo'lganligi uchun albatta zamonaviy ABS tormoz tizimi bilan o'rnatilgan. Xullas, bundagi muammosi tormoz kalotkasini almashtirishga kelishgan bo'lgan, tormoz kalotkasini almashtirilgan va ana o'shandan keyin tormozi yana boyagidek yaxshi ishlashni boshlagan. Oldingisi tormoz kalotka katta mashinalarda ayniqsa orqasi tez ketib qoladi bu. Qancha mashina katta hajmga bo'lgan sari tormozga tushadigan yuklamani ham ortib boradi, nihoyat ortib boradi. Va bunda bo'lgan voqea, bu mashina uzoqqa yuradigan xizmat mashinasi. Perival, ya'ni tog' tomonga chiqishgan bo'lishgan, lekin shaharda hech qanaqa muammo bo'lmagan, tormozlar hamma joyida bo'lgan. Xullas, Perivalda tog'dan qaytishda nima bo'lgan desangiz, tushib kelayotgan joyda o'z-o'zidan tormoz ko'p ishlatamiz va tormoz sistemasidagi mana suyuqlik qizib ketgan. Mana shu qo'limdagi narsani ko'rishingiz mumkin. Xuddi sirka kabi juda ham to'qlashib, qo'yilib ketib qolgan. O'zi bu sariq bo'ladi. Ma'lumot uchun, bunaqa hozirgi zamonaviy mashinalarga tormoz suyuqligi .4 talabi bilan quyilgan bo'ladi. Uni afzalligi yuqori haroratga chidamliligi uchun bo'ladi. Endi mana shu joyda meni o'zim ham, sizni ham hattoki qilayotgan kichik xatoyimiz bor. Mashinada doimo tormoz kalotkasiga yoki ABSlarga yaxshi qaraymiz, lekin shu oddiy yarim litrdan 1 litrgacha ketadigan tormoz suyuqligiga hech kim e'tibor bermaymiz. Vaholanki kitobini ochib qarasak, o'qisak, har 30 ming kilometr yoki 60 ming kilometr oralig'ida tormoz suyuqligini almashtirish tavsiya qilinadi. Yoki almashtirganlar bormi orangizda? Agar almashtirgan bo'lsangiz, kommentariyga yozing. Yo'q, umuman xabarim yo'q ekan, e'tibor bermagan ekanman, to'g'ri aytyapsiz degan bo'lsangiz, siz ham kommentariyga yozing. Almashtirmagan bo'lsangiz, qolganlar ham ko'rib manfaatli bo'ladi. Xullas, bu mashinaga hozir birlamchi diagnostika qo'yilganda ABS blok bo'ladi, miyasi. Ana o'sha narsani atkasi qildi degan diagnostika qo'yilgan. Hozir biz bu mashinaga ABS blokni so'rasak, tog'dan tushgandan keyin, shaharga kelgandan keyin haligi muammo yo'q qolib qolgan. Biz kompyuter diagnostika soldik, bir marta ashibga beribdi. Shaharda ichida unaqa muammo yo'q, tekis yo'llarda yaxshi yurishibdi. Faqatgina o'sha tog' tomonda, ya'ni tormozga yuqori kuchlama kelgan paytda qizigan sababidan tormoz atkasi qilgan va ehtiyot qilib kelib olishgan yaxshi. Endi biz mashinani yilini, probegini, vaqtini hisobga olgan holatda mana shu qo'limizdagi tormoz suyuqligi, zavodskoyligi 16 yil bo'lganligini inobatga olib, hozir tormoz suyuqligini birinchi o'rinda almashtiryapmiz, chiroyli qilib prokatkalar qilyapmiz va undan keyin yo'lda yana test sinov qilib tekshirib ko'ramiz. Endi sizga mana shu joyda murojaat qilmoqchimanki, mana shu tormoz suyuqligi 16 yillik mashina bo'lsa, nima deb o'ylaysiz? Necha marta almashtirish kerak deb o'ylaysiz? Shu paytgacha. Bu hozir birinchisi to'kilgani. Meni o'zimga shu sohadan xabardor sifatida aytadigan bo'lsam, tormoz suyuqligini yangisi qadoqlangani do'konlarda sotilayotgan paytda orqasiga uni saqlash muddatini yoziladi. Men o'zim doimo e'tibor beraman, 5 yilgacha yozib qo'yadi. Do'konlarda, peshtaxtalarda 5 yilgacha saqlanishi mumkin. Endi u tushgandan keyin har qanday suyuqlik u muddati ishlagan sari qisqarib boradi. Zavod ham bekorga aytmaydi.
Endi to'g'ri, maksimalini olganda hech narsa qilmay yurgan, lekin minimumini olganda u jitkisni biz o'rtacha 3 yilda ko'rib tekshirib almashtirishimiz kerak. Almashtirsak nima bo'ladi? Almashtirsak ana o'shanda mana shunaqa qimmat bo'lgan ABS blogi, glavniy silindrlari va saniklari sizga albatta uzoq xizmat qilib beradi. Agar manaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, albatta tormozda jitkisni almashtirmasak nima bo'ladi deganda, tormoz tizimidagi muammolar, o'sha saniklar yemirilishi, glavniy silindr, ABS bloklari, bu ayniqsa hozirgi zamonaviy katta mashinalarda juda ham ko'p bo'lyapti. Katta mashinalar qancha katta bo'lgan sari tormozdagi aytganimdek yuqori kuchlama ortib boradi. Yana ham siz motor moyiga, benziniga, antifriziga, vazush filtr kalotkasiga qanday qaragan bo'lsangiz, tormoz yo'qligiga ham xuddi shunday qarab e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Eski jitkisini o'zidan chiqqanini quyib oldik. Mana yangisi. Endi yangisini quyib kachka qilish jarayoni. Bitta ko'rsataylik. O'sha eski jitkislar qanday holatda chiqyapti. Aniq o'z muddatini o'tkazib yuborgan. Ya'ni yaroqsiz holatga kelganlik darajasi yuqori. Men sizga ma'lumot o'rnida aytgandim, DOT 4+ bu DOT 3lar bo'ladi. O'zi odatda eski modellar ularga nisbatan yuqori temperatura, ya'ni o'rtacha 240 gradusgacha ishlab beradi. Endi yaroqsiz muddat o'tgan jitkisi albatta 150-160 gradusga tushib qolgan bo'ladi bu. Tog'lardan tushayotganda tormozga yuqori kuchlama o'z-o'zidan yuqori, o'sha 200 gradusdan yuqoriga o'tib ketib qolgan bo'ladi-da. Endi shuni evaziga tormozda ham atkas muammolar bo'lgan bo'ladi. Shu albatta agar siz ham mashinangiz bilaman kam minishingiz mumkin, bilaman uyda turgan bo'lishi mumkin, lekin mana shu tormoz suyuqligini e'tiborga olib almashtirib qo'yishni yoki tormozchi mutaxassisga ko'rsatib qo'yishni tavsiya qilaman. Unaqa qimmat turmaydi. Bu o'rtacha mashinaga qarab turib o'rtacha 200 ming so'm, 300 ming so'mdan boshlanishi mumkin. Endi to'g'ri, Captiva'larga, katta mashinalarga sal qimmatroq bo'lishi mumkin, xizmatlari boshqalari, lekin oddiy Damas mashinalar, Matiz mashinalar o'rtacha 100 ming so'm, 150 ming so'mdan Gentra, Cobalt, Nexus 3lar jitkisni o'zini, masalan, 100 grammi 12 ming, 13 ming so'm sotiladigan narsa, yarim metrgina ketadi xolos. Odatdagi sedan mashinalarga xizmati esa o'rtacha 1 soat plus minusda vaqt ketishi mumkin, agar hamma yoq joyida bo'lsa. Ular shu yuborib qo'yamiz. Hamma mashinasi bor yaqinlarga yuborib qo'ysak foydali bo'ladi degan umiddaman. Albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.